Hammaga salom. Xullas o'rtoqlar, biz Pusandamiz. Hozir yaqinda yetib keldik. Faqatgina ovqatlanib chiqishga ulgurdik. Qorin och, charchandi, bola qiynavordi. Shuncha ish orasida kamerani bo'shatdim YouTube vlog uchun. Poyezdda men bu odamcha enajonimizni Uchqo'rg'ondan ko'rsatdi-da. Meni ham, dadasini ham. Biz Pusanda taxminan 2 kecha 3 kunduz bo'lamiz. U vaqt ichida hamma vaziyatlarni bitta videoga joylayman yoki o'sha 3 kunlikni 3 kunga bo'lib joylayman. Hammasini sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Kafedagi bu kuklalarni qaranglar. Ko'zi bilan yoqimsiz ekan. Kofe oldim. Rosa qiynalib bo'lsa ham, chunki kofesiz kunim o'tmaydi mana. Gostintsani parkovkasida rentakar mashina qo'yib qo'ygandi. Ya'ni bu yerda rentakarlarni shunaqa u yoqqa bu yoqqa uzun joylar bor qo'yadigan, yaqin manzillardan topsa bo'ladi. Hozir gostinsaga kirdik. Gostinsa yaxshi ekan, lekin shundoqqina vokzal oldida, shahardan chetda joyda. Bizlarni gaplashgan gostinsamiz emas. Shunchaki men bu mashinani olgani keldik. Yo'qsa? Pistonda jo'g'li pulpone. Biz mana shu holatda yo'ldan tashqari sirrazo aylanishga keldik. Video rasmli chiroyli chiqadi degan umidim yo'q, chunki o'zim ahvoli ham debman. Ahvolim ham bir ahvol bo'lib yotibdi. Zato Pusandaman. Zato xursandman. Vau. Preso salaman-kuna. Qarab puro. Xonajma. Achandi. Shunaqa chiroyli, ishoninglar, shunaqa chiroyli. Realni juda ham chiroyli. Shu men necha oylar davomida kamida 3 marta yoki 4 marta dengizni ko'raman deb dengizga yo'lga chiqdim, no menga nasib qilmadi. Va nihoyat dengizga keldik. Mana baba. He, men endi chigam, kenchana. Chiroyli to'g'risini aytinglar. Mana shu joyni tarixiy maskani menimcha. Nimaga bunaqa joy, nima bo'lgan bu yoqda tarixiy. 이시에 서서 그때 맞아? 그때 밑에 저기 계단 내려갈 때 그때 다 보이지 않았어? 높아갖고? 다 아니고 좀 어제는 더 뜨거웠대. 그래요? havo issiqligini, quyoshligini hisobga olmasa juda ham qiziqarli. Ahvolim qaranglar, sochlarimni yig'ib oldim o'sha. Bunaqa qilib rasmdan chiqartirsa bo'lar ekan. Rasmga tushamiz istaliga xos. Mana shu holatda zato istalik. Qaranglar, chiroyliligini. Sizlarga qanchalik kulgili tuyulsa ham to'g'risini aytaman, men mana shunaqa ashqal-dushqallar olamini yaxshi ko'raman. Bularni yo'q narsani o'zi yo'q. Breloklarni qaranglar. To'g'risi qayerga borsam ham doim magnit olishga harakat qilaman. Magnit kolleksiya yig'ishni boshlaganman desa ham bo'ladi. Faqat hozir magnit tomonini topolmayapman. Vau. Bularni qaranglar. Bularning orasida qancha chiroyli narsalar bor bilasizlar. Bo'ldi, endi qaytyapmiz. Yo'l bir xil ekan, lekin quyosh hisobiga ko'p yurib bo'lmaydi. Dam urib qolmasin, qaytaylik dedik. Er-xotin bitta fikrga kelib. To'g'risini aytsam, manzara juda ham chiroyli. Kamerada odamlar yuribdi, fotograflar. Shunaqa havas qildim. Inshaalloh kelajakda kamera olishim bor, niyatim bor deb professionallik. Xudo xohlasa o'ylab qo'ydim. O'shanda kelib mana shunaqa manzaralarda fotograflik qilaman deb. Amin deb qo'yinglar, sizlardan nima ketdi. Ketyapmiz, наконец, parkovkaga keldik. Faqat bolamiz tinchlik bermayapti. Munisa chaga tochwa, ichaga tochwa. 의사 차가 더 좋다. 여보세요. 잘 안 듣는데. 의사 차가 더 좋다고. Yangi qo'shilganlar uchun men bu manzarani ko'rsataman. Siz bu manzarani qachon ko'rsam ham ko'rib to'ymayman, yesho, qo'rqib to'ymayman, sababi qaranglar. Ikkita tomoni полностью dengiz va necha kilometrli anaqaga chiqib ketyapmiz. 다리가 우치고 ko'prik. 잊어버렸다. 와. 됐다. Va nihoyat gostinitsaga kelib oldik. Alyaskada yurishga qiynalyapman. Sababi bu yerda telefonim bilan yana bitta kameram bor. Shunaqa qilib hali u yoqqa, hali bu yoqqa kameraga olib yuraman-da. Instagram, TikTok, YouTube Shortsga qo'yadigan videoim alohida chiqadi, vlog videoim alohida chiqadi, Instagram story va Telegram kanalga rasm videolar yana alohida chiqadi. O'zimga o'zim bosh og'rig'i, zarilmi menga deylar. Mayli, o'rganib qolganman-da.
Hamma kutadi, hammaga qiziq deb o'ylayman. O'zimga o'zim motivatsiya berib yashayveraman. Bu gostinitsaga biz juda ham ko'p kelganmiz. Xususan kelganimizda asosan 3 ta gostinitsada qolganmiz. No eng ko'pi mana shu gostinitsa, sababi bizga juda ham qulay va shundoqqina dengiz ko'rinib turadi. Hozir ichkariga kirib xonani ham ko'rsataman sizlarga. Ana qiz nima qilyapti yerimga? Nima sizga ko'p kulyapti desam, har xil nimadirlar tushuntirib beryaptilar. Room to'rchek. Ikkita kamerada olyapman. Bu yerda birinchisi. To'qatdan stayl uyajonida uysachi. Bu yerda vanna и mana bu joy ochiladi. Tushunishingiz uchun mana bu qop-qora turibdi. Oyna bo'lib polностью ochiladi. И bu yerda dushovoy yo'q ekan. Oldin xuddi shunaqa stilda dushovoy ham bor edi. O'tganimizda mana shunaqa spayni. Xuddi shunaqa stilda, faqat ozgincha kengroq o'tgan safargisi. Ochilib yotgan bizga. Vay, yeppine. Odimani yo. Judayam chiroyli, judayam. Yepiga sengiz 로프터에서. anitga nimadir ochishibdi, o'shani gapiryaptilar. Ozginchadagi plyajga chiqamiz. O'zimizga keldik, ozgincha dam olib, xonada o'zimizga qarab olib, endi dengizga, ya'ni plyajga tushib ketyapmiz. Xudo xohlasa, sirazi chiroyli videolar ko'rsataman sizlarga. Men yaxshi ko'radigan atmosfera, aynan mana shu ko'cha juda ham mashhur Qozonda. Hyundai ko'chasi deyiladi. Bu yoqqa tushsa Hyundai anaqa plyaji bor. Bu yerda mana shunaqa ulishli joy, har xil konseptli o'yin-kulgular ham bo'lib turadi. Bu esa men va men xursandman. Men bitta odam juda ham ko'p ekan, uzoqdan ko'rib qiziqib ketman nima ekan deb. Mana bunaqa joy. Biz u narigi bitta ovqatlanishga kirib ketayotgandik. Bola bilan yo'llardan o'tib ketman. O'lsin atir ekan. Shuncha odam, atirmi u, освежителmi u, bilmadim, men ichkariga kirmadim. Qanaqadir qiziq narsa deb o'ylabman. Va nihoyat bugungi ujinimiz tayyor. Yerja ovqatlanib bo'ldilar. Men bunaqa pasta zakaz qildim. Mol go'shtli ekan, istirli. O'zimizning shaharda xuddi shunaqa pasta yeganimda umuman go'shtsiz edi. Go'sht anaqa farshga o'xshatib qiyma qilib sovarar ekanlar. Bismillah. 맛있어? 문이 다 먹고 남은 거 먹게. Mog'ib qo'ying. 싫어. Yerja o'zlariga pizza zakaz qilgandilar-da. Bolani uxlatib kelgunimgacha hammasini yeb qo'yibdilar. Menga qoldirmadingizmi degandim. O'shanga menikidan yeb ko'ring desam, o'zlari hijolat qotini yeb ko'rgan. Bismillah. 왜 그러니? 샀어야 맛있지. 난 조금 먹으려고 하는데 계속 많아지네. 괜찮아. Sen 주고 있는데 오빠 안 줘? 나도 지금. 감사합니다. 아니 주지 말지. 아이고. 사람들은 이제 볼 거예요, 오빠가 어떤 사람. 어? 사람들은 이제 볼 거예요, 오빠가 어떤 사람인지. 너 찍었구나 그거. 나 찍고 있어. 어? Endi plyajga o'tib ketyapmiz. Faqatgina bitta pirojniy olsak bo'ldi. Menga kelganda hamma kafelar yopildi, sham umuman topilmayapti. Masa. Annyeonghaseyo. Mana bunaqa ichimlik olib boramiz. Наконец. Chiroyliligini qaranglar bu joyni. Gapirib qo'ydim. 되겠다. Niyat qilgan hammaga shunaqa go'zal joylarda yurish nasib qilsin, Allohim. Kelganimga ancha bo'lib ketdi. Oxirgi marta qachon kelganim esimda yo'q. Voy, majimaga 언제 왔었어요, 여기로? 핸드폰 봐야지. 아니, 그냥 생각이 나. 모르지. 작년이다. 작년에 왔지. O'tgan yil ekan taxminan. Aynan mana shu plyaj menga juda ham yoqadi. Atmosferasini o'zingizlar ko'rib turibsizlar, to'g'rimi? Ha, yana bir narsa, kamera ham narsani yetkazib bera olmaydi, unutmanglar. Hali yana 2 kunlik video vlog chiqadi degan umiddaman. Bugungi video vlog shu yergacha bo'la qolsin. Davomini keyingi videolarda ko'rsataman.